Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bilaman, siz bu videoga aynan bizani Instagramdagi legendarniy videomizni ko'rib kirgansiz va o'zingiz ham shu video haqida ma'lumot olmoqchisiz va o'zingiz ham shu narsani qilib ko'rmoqchisiz. Men bugun shu videoda sizlarga maksimal darajada bu narsani o'rgatishga harakat qilaman. Eng qizig'i, o'rgatishni o'zi tekin, lekin bu modelni ishlatish pulli va qaysi joydan ishlataman, qaysi saytdan ishlataman desanglar, bunga ham javobimiz bor. Men o'zim Syntex AI saytida ishlayman. U yerda 90 tadan oshuv modellarimiz bor. Agar siz ham o'zingizni videolaringizni qilmoqchi bo'lsangiz, ishlatib ko'rmoqchi bo'lsangiz yoki AI kreator bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizga shu Syntex AI saytini tavsiya qilib qolaman. Mana shu QR kodni skaner qilasiz. Shu saytga o'tib olsangiz bo'ladi bemalol. Agar QR kod chiqmaydigan qoladigan bo'lsa, unda opsioniyada saytda berib ketamiz silkasini, bemalol o'taverasiz. Va yana bitta narsa, shu yerda hozir video chiqadi. Bu ham kichkina qo'llanmacha. Agar siz Syntex AI saytini qaysi podpiskasini sotmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu Umar AI promo kodini ishlatadigan bo'lsangiz, sizga 15% skidka ham bo'ladi o'rtoqlar. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bugun ikkita saytda shu bitta Omni Flash modelini sizlar bilan birga test qilib ko'rib chiqamiz. Bitta ikkita videoda qolgan hammasi xuddi shu ketma-ketlikda ketadi. Bu uchun siz olgan videoyingiz va o'ylagan fantaziyangiz o'zi yetarli. Ya'ni siz nimani o'ylagan bo'lsangiz, o'shani videoyingizni olib, qanaqa edit qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha narsani tushuntirib berishni men yo'lini sizga qisqacha ko'rsatib beraman. Unda videoni cho'zmaymiz, tutorial qismiga o'tamiz o'rtoqlar. O'rtoqlar, men hozir Hixfield AI saytidaman. Hixfieldda ham Omni Flash'ni ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda nima birinchi ikkita sayt solishtiramiz, nimasi bor bu yerda, nimasi qilsa bo'ladi, umuman model haqida ham ozgincha gaplashamiz. Xo'p, modelda shunaqa narsa borki, siz bitta o'zingiz edit qilgan videoyingizni va 7 ta rasmingizni qo'sha olasiz. 7 ta rasm nimaga kerak bo'ladi deydigan bo'lsangiz, videoyingizda sложный o'zgartirish, ya'ni sложный edit qiladigan joylaringiz bo'ladigan bo'lsa, aynan rasmda vizualni ko'rsatib bunga tushuntirib berishingiz kerak va o'sha narsani siz videoyingizga edit qilib bera oladi. Bu o'zi umuman ham text to videoni ham juda yaxshi tushunadi. Ya'ni siz prompt o'zi bilan videoyingizni bemalol chiqarib olsangiz bo'ladi. Buni ham juda zo'r tushunadi bu model. Va botda, ya'ni imенно Hixfieldda o'zida 10 sekundgacha generatsiya qila olamiz. 10 sekundgacha generatsiya qila olamiz. Umuman o'zi bu modelda 10 sekundgacha generatsiya qila olasiz. Ya'ni imенно edit bo'limida botda imенно Hixfieldda 720 kачествоda sizga videoyingizni tayyor qilib beradi. Endi Syntex AI saytiga o'tadigan bo'lsak, Syntexda ham shunaqa panel ochiladi sizda. Bu yerda mana Omni Flash tayyorlaganmiz, reference to video turibdi. Endi o'zingizga xohlaganingizga qarab to'g'irlayverasiz buni vertikalni. Lekin bu yerda Hixfielddan bitta ustun tarafi nimada deydigan bo'lsangiz, 4K kачествоda sizga videoyingizni tayyorlab beradi. Hattoki oddiygina telefonda bu narsani syomka qilgan bo'lsangiz ham, bu model sizga 4K gacha upscale'ni ham ichida qo'yib qo'ygan. Ya'ni upscale'ni ham qila olasiz va bu yerda ham yozishi bo'yicha ko'rib turibsiz mana, bitta videoni va 7 ta rasmni qabul qiladi. Как minimum bitta video va bittadan 5 tagacha bo'lgan izobrazение, ya'ni rasmlarni qabul qiladi. Xo'p. Bizda endi men o'zim shaxsan prompt yozish uchun anaqadan foydalanaman. ChatGPTdan foydalanaman. Menda imенно prompting anaqasi bilan bor. ChatGPT bo'yicha ozgincha life hack, agar bilmaydiganlar bo'lsa, proyekt ochib turib, o'sha proyekt bo'yicha shug'ullanadigan bo'lsangiz, ancha yaxshi va proyekt ochganingizda boshida proyektni qoplab qo'yishni esingizdan chiqarmang, chunki o'sha proyekt bo'yicha faqatgina shu proyekt bo'yicha ishlashni boshlaydi siz bilan, boshqa umumiy holatlarga chiqib ketib qolmaydi. Ya'ni bitta shu promptingga o'rgatib oladigan bo'lsangiz, ChatGPTni bo'ldi, shu prompt bilan ketaveradi. Hozir menda tayyor prompt bor, o'shani topamiz va o'sha qanaqa berganimni promptni, qanaqa qilganimni hammasini sizga ko'rsataman. Boshiga chiqamiz. Xo'p, mana bunga tushuntiryapman. Menda video bor, buni Omni Flash modelida edit qilib qilishimiz kerak deyapman. Bu videoda nima qilish kerakligini, nima qilish kerak emasligini hammasini men senga to'liq aytaman deyapman. Bu juda zo'r life hack, siz prompt olishingiz uchun, shuning uchun yaxshilab ko'rib oling. E'tibor bilan kuzatishingizni tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim. Men senga to'liq aytaman va sen menga prompt yozib berasan. Videoni umumiyligicha qanday bo'lsa shundayligicha saqlab qol. Odam harakatini, gapirish tonini, intonatsiyasini, shevasini, kamera harakatini, barchasini videoda qanaqa bo'lsa shundayligicha qolish shart deyman. Faqatgina men bitta narsani edit qilishim kerak deyman.
Va bu yoqda xuddi shunaqa ko'rinishda tik qilib berishingiz kerak. Ya'ni video 1da 0.10 sekundida odam gapirishni boshlaydi. Shunda men butun atmosferani o'zgartirishim kerak. Ya'ni bizning birinchi videoyimizda time lapse bo'lgan-ku, ana o'sha narsa bo'yicha prompt olayotganimda xuddi shu narsani GPT ga zapros qilib berganman va shundan keyin prompt bergan. Eng qizig'i bitta shu zapros, bitta prompt va videoyimiz o'xshagan. Ortiqcha vaqt yo'qotmaganman. O'shaning uchun bu zapros berayotgan chastini yaxshilab ko'rib olinglar. Gapirishni boshlaydi. Menga butun atmosferani o'zgartirish kerak. Ya'ni shu videoda kun vaqtini kechki vaqtgacha time lapse bo'lsin. Bulutli tarqalishi, quyosh chiqib botib kech bo'lib qorong'u tushib, ko'chalar svet yoqilib qolsin, mashinalarning sveti nurlari tushib tursin deganman. Shunda shunaqa time lapse kerak deb zapros berganman va bu yoqda bu holat shu videoni oxirigacha davom etishi kerak deganman-da va mana bu joyida yaxshilab e'tibor beringlar, time kod berganman va mana bu joyida ham time kodlar berganman. Ya'ni bu narsa nima? Model shunaqaki, siz time kodlar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, aynan o'sha time kodda o'sha narsani edit qilib beradi. Misol uchun, bundoq qildingiz, nimadir bo'lishi kerak. Va shu videoni nechinchidir sekundida bu narsa sodir bo'lgan. Mana bu snap bilan, misol uchun, orqamdagi derazalar anaqalarimiz ochilsin deyapman. Misol uchun, mana bu orqamdagi nima deylardi? Xullas kalam. Shu orqamdagi parda ochilgan bo'ladi. Xo'p, va shu time kodlarni berganman. Keyin yana bitta joyi bor. Videoyingizni umumiy holatda necha sekundligini, ya'ni siz original olgan videoyingizni necha sekundligini aytib ketishingiz kerak. Mana sekund. Videoni umumiy uzunligi 5 sekund deganman. Keyin bu yerda yana bir marta eslatma berib ketishingiz kerak, shu bu promptda aynan o'sha narsani blok qilib qo'yish uchun. Video 1dagi odam harakatini, kamera harakatini, odam gapirish tilini, tonini, intonatsiyasini, so'zlarini umuman tegmang. Ular o'zgarmasin, tabiiyligicha qolishi shart. Va videodagi lokatsiyani ham o'zgartirmang. Shunchaki kundan quyosh botib tun bo'lguncha bo'lgan vaqtni time lapse qilib bersang bo'ldi deganman. Ya'ni siz bitta maydalab time kod bilan tushuntirdingiz, undan keyin yana bir marta nima o'zgarish kerak emasligini tushuntirasiz. Undan keyin bo'lsa nima o'zgartish kerakligini qisqacha variantda tushuntirib qo'yishingiz kerak bo'ladi va mana bu joyida ham albatta bu ham kichkinagina life hack va buni ham o'rganib ketinglar. Va albatta sayt yaxshiroq tushunishi uchun aynan qaysi video haqida gap ketayotganligini bilish uchun promptda video 1dagi narsalarni yozib ket. Video 1 degan narsani yozib ket deganman. Nimaga kerak bu narsa? Siz saytda videoni yuklaganingizdan keyin oddiygina mana video 1 degan tek qilmaydigan promptlar bo'ladigan bo'lsa, shunda ham tushunadi, lekin yaxshi generatsiya bo'lmaydi. Agar yaxshi kачественный generatsiya chiqishini xohlasangiz, siz promptda aynan shunaqa video 1 degan teklarni qoldirib ketishingiz kerak bo'ladi. Va mana menga xuddi shunaqa uzun prompt bergan mana. Ko'rishingiz mumkin, mana shunaqa uzun prompt beradi. Uzun prompt beradi. Xo'p, endi nima qilamiz? Sizlar bilan bu narsani bitta test qilib ko'ramiz. Ya'ni shu prompt qanchalik ishlagan, ishlamaganini o'zingizlarning ko'zinglar bilan ham ko'rasizlar. Bu uchun Hixfieldda bitta test beramiz va Syntex'da bitta test qilib ko'ramiz. Qanaqa chiqqanini o'zingizlar baho berasizlar keyin. Bizda xuddi shunaqa videomiz bor. Mana shu video bu sizlar ko'rib bo'lgansizlar o'sha Instagramda. Rivojlanib ketayotganini shu videoda ko'rib olsangiz bo'ladi. Misol uchun orqamdagi shu mana shu joyi yana bitta life hackcha kichkina, ya'ni sizda bitta to'liq video olgan bo'lsangiz va uni orasini edit qilib chiqadigan bo'lsangiz, modelda 10 sekundgacha kesib chiqsangiz bo'ladi, lekin eng yaxshi ishlagani 5 sekunddan 8 sekundgacha videoyingizni kesib, o'sha imенно 5 sekund va 8 sekundlik joygacha bo'lgan joyi generatsiya qilsangiz, menimcha videoyingiz ancha yaxshiroq chiqadi. Bu o'zimning testimdan o'tdi. Va hozir sizlar bilan o'sha yozgan promptimizni bitta tekshirib ko'ramiz. Hixfieldda bo'lib tezroq bo'ladi bu generatsiya qilish. Syntex'da bo'lib sekinroq bo'ladi. Nimaligini menimcha tushundinglar, chunki Hixfieldda 720 kачествоda generatsiya qilib beradi. Syntex'da bo'lsa 4K da generatsiya qilib beradi. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda prompt berganmiz va aynan shu videoni tek qilib ketyapti, ko'rasizmi? Ya'ni promptda aynan shu videoni tek qilib ketyapti. Ya'ni nimani o'zgartirish kerakligini, qaysi video haqida gap ketayotganligini sayt ham, model ham yaxshiroq tushunadi shunda. Shuning uchun bu life hackni обязательно ishlatinglar. Ko'rasizlar, generatsiyani tokeni unchalik qimmat emas, 15 ta dona token olyapti. Menimcha bu video editing bo'yicha eng zo'r summa, chunki clean edit qilib berish uchun 54 tadan 100 tagacha olardi menimcha.
Hozircha bu eng arzon edit qiladigan model bo'lib turibdi va bo'li yaxshi edit qiladigan model. Va o'zbek tilini yaxshi tushunadigan, edit qiladigan model desa ham bo'ladi. Endi Syntex'da ham xuddi shunaqa zapros beraveramiz. Sizlar savol tug'ilishi mumkin. Syntex'da faqatgina 4K mi 720 1080 da qilsa bo'lmaydimi desanglar bo'lishi mumkin, lekin bu yerda ham bor. 720 1080 4K si bor. Endi men ko'proq 4K sini ishlataman, chunki bizning videolarimizni olinish anaqasi ham, kачествоsi ham 4K bo'lganligi uchun generatsiya bittada tushib ketadi. Uni qaytadan upscale qilib o'tirishim shart bo'lmaydi shunda. Xo'p, biz yana xuddi shu videoni beramiz. Bugun sun'iy intellekt qanchalik rivojlanib ketayotganini shu videoda ko'ryapsiz. Xuddi shu videoni qo'shamiz. Yana bitta eslatma. Pixel'da aynan siz 4K da video olgan bo'lsangiz, 1080 ga kачествосini tushirgan holatda videoingizni modelga qo'shishingiz bo'ladi. Syntex'da bo'lsa 4K da olgan videoingizni ham shunchaki 4K da qo'shishingiz bo'ladi. Hech qanaqa kачествосini tushirishingiz shart emas. Shunchaki tanlov o'zingizni, xohlasangiz Pixel'da, xohlasangiz Syntex'da ishlatib ketaversangiz bo'ladi. Mana bu yerda ham ko'ryapsizlar. Promptda aynan videoni tekib ketyapti va bu narsa qanaqa ishlashi kerakligini, qanaqa bo'lishini men sizlarga aytdim, tushuntirdim, nimaga unaqa qilish kerakligini. Shu ishlatib o'zingizlar ko'rganinglardan keyin baho berasizlar. Xo'p, buni ham endi 4K da generatsiyaga beraveramiz. Ba'zi holatlarda Syntex'da aynan shunaqa generatsiyaga bergan paytingizda отказ qilib yuborishi mumkin, boshqa qilib yuborishi mumkin yoki o'xshamadi deb yuborishi mumkin. Shuning uchun maksimal darajada yana qayta beravering, chunki sizni tokenlaringizni qaytarib bergan bo'ladi. O'sha отказ qilib yuborgan paytda tokeningizni qaytarib bergan bo'ladi. Tokeningizni shunchaki ishlatib olmagan bo'ladi. Shuning uchun yana bir marta qaytadan bersangiz, как minimum 3 marta qaytadan beradigan bo'lsangiz, o'sha 3-chisi o'xshashni boshlayapti. Nimagadir 4K da shunaqa ozgincha sal o'ynab qoladi. O'sha Pixel'da videomiz tayyor. Bugun sun'iy intellekt qanchalik rivojlanib ketayotganini shu videoda ko'ryapsiz bo'ladi. Bugun sun'iy intellekt qanchalik Ko'rdinglar? Bitta prompt va biz xohlayotgan narsa o'sha o'xshagan. Da, bu bo'li osonroq joyi, lekin men sizga aynan hozir meni ko'rib turgan odamga qanaqa zapros berishi, prompt olish uchun qanaqa zapros berishi, qanaqa edit qilishi, qanaqa time kodlar bilan berishi men sizga o'rgatdim. Shunchaki o'zingiz videoyingiz va fantaziyangizga bog'liq bu narsa va time kodlar bilan ishlasangiz, bu model juda ham zo'r edit qilib beradi. Bizning gapimizni va harakatimizni saqlab qolgan holatda. Xo'p, Syntex'da endi tayyor bo'lgunigacha menda sizlar uchun vallahi endi yetar endi. Xo'p, Syntex saytida videomiz tayyor bo'lgungacha sizga agar bu life hacklar yoqqan bo'lsa, shu video yoqqan bo'lsa, shunchaki videoga like bosing va meni kanalimga, Telegram kanalimga ham, YouTube kanalimga ham podpiska tashlab qo'ying, chunki xuddi shunaqa tekin ma'lumotlar, tekin life hacklar sun'iy intellekt bo'yicha aynan shu kanalda bo'ladi va yaqinda katta bitta yangilik bilan sizlarga qaytamiz. Shu uchun like bosing va podpiska tashlashni unutmang. Shu videoni o'zida sizlarga yana bitta life hack berib ketmoqchiman. May. Hozir bilasizlar, hamma rasmlarni 4K qilishni o'rgatib yuribdi va o'shaning uchun prompt olish uchun ham kommentariyaga yozayotganlar bor. Bu yerda bo'lsa shunchaki videoni o'zini upscale qilib 4K ga ko'tarsangiz bo'ladi. Eng qizig'i hech qanaqa prompt shart emas. Hech qanaqa prompt umuman shart emas. Hop, bizda mana shu videomiz. Bugun sun'iy intellekt qanchalik rivojlanib ketayotganini shu videoda ko'ryapsiz bo'ladi. Hozirgina sizlar bilan birga generatsiya qildik buni. Shu yoqqa shundan zagrozkaga tashlaymiz. Ozgincha vaqt oladi 4K qilish, upscale ga beraveramiz. Bo'ldi, endi sizda 4K kadr bor. Hech qanaqa prompt shart emas. Xo'p, o'rtoqlar, o'zingizlar ikkita saytda ham tayyor bo'lgan videolarni ko'rdinglar va qanaqa zapros berishni ko'rdinglar, qanaqa prompt olishni ko'rdinglar, bu model bilan qanaqa ishlash kerakligini ko'rdinglar. Umuman olganda, aynan shu life hacklar bilan o'zingizlarning videolarni ishlatsanglar bo'ladi, o'zingizlarning videolarni ishlatsanglar bo'ladi. Eng muhim narsasi promptda zapros berish, time kodlar bilan ishlash va fantaziyaga bog'liq. Agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bu videoga like bosib, meni kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Telegram, Instagram, YouTube hammasiga. Charchamanglar o'rtoqlar. Ko'rishguncha.